Mana aka arabangiz. Kraskasini kecha sepib ketdik. Mashina qotgan. Laklari o'zi bilan kraska yaltillab turibdi. Hamma joy tagi usti mana polni kraska bo'lgan. Keyin mana bu yerlarning svarkasini 2 so'laydan beri svarka bo'lgan. Mana bu ham 2 so'lay bo'lgan. Mana svarkasi. Keyin mana bu ichi bo'lgan. Ichi bo'lgandan keyin svarka bo'lgandan keyin yana planka berib svarka qilingan tepa pastga. Undan keyin mana bu tomonga planka berdik. Ichi mana ichkarisi bo'lgan svarka. Undan keyin yana planka berganmiz. Yana svarka qilganmiz. Keyin mana bu yerga shvilder bilan ikkita shvilderning o'rtasiga paxot ushlash uchun bu yana planka berib so'ragan. Plankaning qalilligi 0.8. 4 tomonda ham xuddi shunday bo'lgan. 0.8 plankadan paxot plankadan berilgan. Xo'p, ichlari, tashlari hammasi xuddi shunday bo'lgan aka. Mana bu joylar siz aytganingiz qo'shildi yana. Mana shuncha tomonga qo'shildi. Paxot bo'lgan. Ko'rish mumkin. Hozir mana ustini yasab boshlayapmiz yana. Nasib bo'lsa shu